boshqasini qarasa u sunnat qilinmagan, hamma joyi tozalangan, mo'ylovi og'zini bekitmagan, tirnog'i olingan. Bu musulmonni bolasi ekan, u kofir bo'lib yashagan ekan deyishdi. Bu kofir bolasi ekan, u keyin musulmon bo'lgan ekan, ana shunga o'qiymiz janozani. deb o'sha tirnog'ini olgan, haligi joylarini tozalagan, mo'ylovini og'ziga tushirtilmaganni janozasini o'qishgan. Birodarlar, gap birinchidan yerda emas. Bu bir. Shu musulmonlarni mozorida yossam deganni o'zi islomga ko'yni moyil bo'ptimi? Shappa ushamaysiz-mi? La ilaha illalloh de. La ilaha illalloh desin. Uyingdan cho'chqa go'shtlari u bularni endi tasha. Kapanlanib xo'p desang, ketganingda gurob etga qo'yilmaydi. Kapanlaymiz, tovutni ko'tarib yuvib olib boramiz. Ha, bitta odamni musulmon qilaylik, hammani ko'p odamni kofir qilib yuramiz ko'pincha. Ana shuni ko'ni moyil bo'lgandan keyin bu yoqda ishni bajarib, yurg'izdirib, seni unaqasan, u sunnat qilinmagansan, balay battar deb o'tirmasdan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb bitta ummati Muhammadni ko'paytiring. Sekin asta musulmonchilikni gapiring. Musulmonga havas qilibdimi? Qanday yaxshi. Musulmonlar bunaqa deb yurgan o'zbeklarimiz kam deysizmi? Xristian diniga kirib ketayotganlar kammi? Endi bitta benamoz arachi yuradigan savol beramiz bittasiga. Mabodo musulmon shu botkinga ko'milib qolsa nima bo'ladi? Sandaqa namoz o'qimay yotgan odam botkindami, shayxzandim bu odammi, nima farqi bor uni? Xudoy taolo egam o'zi hisobini qilib oladi. O bir narsani aytib beruvdim 1 yil oldin. Hindistonda o'lgan qizni jasadi Madinada bo'lib qolib, Madinada o'lganniki Bombayda bo'lib qolgan, Hindistonda. Sizni o'sha xristian mozorigami, yahud mozorigami boshqa yer topolmay ko'msin. 5 vaqt namoz o'qib, Alloh deb yurgan bo'lsangiz, Alloh o'sha yerda jannat qilib yormaydimi? U yoningizda yotgani sizga nima ta'siri buni? O'tga bir jasad boradi-yu. Bu qancha shahidlarimiz qolib ketdi Rossiyalarda yu boshqa joylarda. Allah ularni ruhimizni uni qilsin Allohim. Bu gap u ikki gaz joyda emas. U shu omonat, mana bu turpoqdan olingan jasad qaysi turpoq bo'lsa ham beramiz uni. Lekin ruh u sizda yoningizda yotgan sizga ta'sir qilmaydi. Endi umringizda namoz o'qimadingiz, Alloh demadingiz, Xudoga tosh otdingiz, sizni olib kelib Makkani eng zo'r mozoriga ko'mib qo'ysin. Jannatga kirib ketmaysiz. Qilgan ishlaringizni javobini berasiz. Baribir insonni tirik paytidagi qilgan amali bilan bog'lanadi. Ana shu rus odam shu musulmonni mozorini havas qilibdimi? Demak, u musulmonchilikni havas qilyapti. Musulmonlarning yonida yotkisi bor. Unga kalimani o'rgating. Jumaga olib keling. Men bu yerda turib la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desin. Mana bu yerda to bizni mozorimizda biz bilan hamma yon bo'lgungacha men bu yerda ham saf bo'lsin, safi islomda tursin, namoz o'qisin. Dinimizda millat ajratish yo'q. Millatidan, irqidan qat'iy nazar kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedimi? U payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati musulmon. Yosh katta bo'lgandan keyin u avrat u bekitish kerak, farz u. Uni qilish sunnat bo'lsa, endi bekitish farz. U bo'lmayoq musulmon bo'laveradi. Alloh taolo hammamizni rushdi hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Mana shunchalik musulmonlarning xulqi yoqib,
xulqimizni ko'rib, birovni zo'rlash yo'q. Odobimizdan, xulqimizdan, yuragimizni tozaligidan bizni ko'rishib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desin. Musulmonlarga havasi kelsin. Qo'pollik qilmang. Bir odam sizga qo'shilay desa, itarib yormang, sen kimsan? Bor, sen unaqa emassan demasdan chaqirishga, bag'ringizga olishga, shu bilan islomni muhabbatli qilib ko'rsatib, dini islomni qanaqa din ekanligini bildirib qo'yish kerak. Alloh taolo qilgan amri ma'rufimni dargohida qabul aylasin. Hammamizni rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. O'ylagan maqsad murodlarimizga Alloh taolo yetkazsin. Allohumma Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Mana masjidni qurdirayotgan, masjidga xizmat qilayotganlar hammalarini Alloh taolo maqsad murodlariga yetkazsin.